Qarşılar. Betaraflar yok. Qarorlasizlar. Kun tartibi ikinci masalaga ko'rib chiqishga o'tamiz. Olmos shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalar hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risida hisob berish shahar hokimi birinchi o'rinbosari Shermuhammad Xonbekiyev. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, ruxsat bersangiz ko'plab masalalarga axborot bersam. Olmos shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalar hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risida savolim bor. Bu masala bo'yicha birinchi yashil makon umumiy dastur doirasida shahar ko'chalarida daraxt va turli xil ko'chatlarni sug'orish tizimini tashkil qilish uchun o'sha ikkinchi chorak daromad darajasini orttirib bajargan qism mablag'lar hisobidan obodonlashtirish boshqarmasiga 3 million so'm mablag' so'ralgan. Keyingi masalamiz yana davlatimiz rahbarining 2024-2029 maydagi bolalarni sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oladigan bolalar qamrovini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-199 sonli qaroriga asosan 2024-2025 yillar davomida shahar mahalliy byudjetidan bolalarni sog'lomlashtirish va aholi salomatligini tiklashga ko'maklash jamg'armasiga mablag' to'plash uchun ikkinchi chorak daromad darajasini orttirib bajargan qism hisobidan shahar hokimligiga 472 million ajratish so'ralgan. Keyingi mablag'imiz tasdiqlangan manzil dasturlarga asosan Olmog'ovul mahallasida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish xarajatlari uchun yer sotishdan tushgan mablag'lar hamda birinchi oylik daromad darajasini orttirib bajargan qism hisobidan 1 million 66 million so'm shahar hokimligiga mablag' ajratish, ya'ni o'sha buyurtmachi Toshkent viloyat hokimligi huzuridagi ko'p qavatli uylarni ta'minlash bo'yicha injiniring etib belgilash to'g'risidagi manzil ro'yxatga ilova qilingan taklifni kirityapmiz. Keyingi taklifimiz yana davlatimiz rahbarining 2021 yil 13 apreldagi 50-72 sonli prezident qarorlari bor. Unda byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda Byudjet kodeksining 126 moddasiga asosan 2026 ikkinchi oylik davomida yer uchastkalariga bo'lingan pullarni sotishdan tushgan mablag'lar hisobidan tashabbuschi byudjet jamg'armasiga 345 million so'm, ya'ni 30% mablag' yo'naltirish uchun shahar hokimligiga ajratish so'ralgan. Hamda shahar hokimligi o'sha balansda bo'lgan Nexia kursundagi davlat raqami 10.148 da bo'lgan avtomobil ta'minlash xarajatlari uchun ikkinchi oylik daromad darajasini orttirib bajargan qism hisobidan 11 million so'm shahar hokimligiga mablag' ajratish so'ralgan. Keyingi 6-chi masalamizda ilovada keltirilgan 10 ta turdagi tadbirlarni amalga oshirish uchun ikkinchi oylik yakuni bilan orttirib bajargan qism daromad darajasining orttirib bajargan qism hisobidan 2 milliard 192.8 million so'm yo'naltirish so'ralgan. Ya'ni ular aytib o'tadigan bo'lsam, yoshlar daftariga 5 million so'm, ayollar daftariga 5 million so'm. Ya'ni keyingi 2025 yil davomida mahalliy byudjetga olingan maqsadni ustida qaytarishimiz kerak. Har kvartalda qaytaramiz buni, hurmatli deputat. Shunga 3 million so'raganmiz. 2026 yil boshida tasdiqlangan prezident qarori bor. PQ1 ya'ni PQ2 sonli qarorlarga bor. Bu yerda yana nima qilmoqchimiz? Ya'ni aqlli shahar situatsion markazini va idoralarni tezkor ishlash holatini yo'lga qo'yish maqsadida 1 million so'ralgan. Keyingisi yana shu ichki ishlar bo'limi xodimi rahbarining xatiga asosan, ya'ni shahar ijrosini ta'minlash maqsadida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, notinch oilalar bor. Ya'ni bugungi kunda 131 ta fuqaro aniqlangan. Ularga o'sha tugma bosish nimasini o'rnatib berish bo'yicha faqat ayollarga 33 million 798 million so'm so'ralgan. Keyingisi shahar hokimligi moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ya'ni elektron doska so'ralgan. Shunga elektron tizim so'ralgan. Yana keyingi shahar ichki ishlar bo'limi shu moddiy texnik bazasini shakllantirish maqsadida 26 dona kompyuter va 3 dona printer so'ralgan. Unga 200 million so'm hisob-kitob qilingan. Keyin har yil xabarlarim bor. O'sha oziq-ovqat zaxirasi shakllantiriladi. Shunga 200 million so'm zaxira oziq-ovqat zaxirasiga 200 million so'm so'ralgan. Keyingi masalamiz shaharda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun amalga oshirish, ya'ni ko'p yillik daraxt ko'chatlarini sotib olish uchun 500 million so'm so'ralgan. Oxirgisi obodonlashtirish va boshqarmasi tasarrufidagi ko'chalar, piyodalar yo'laklari va yondosh hududlarni tartibga keltirish xarajatlari uchun
obodonlashtirish boshqarmasi xatiga yozsa 95 million so'm mablag' ajratib so'ralgan. Hurmatli deputatlar, mana shu kun tartibidagi hozirgi masala bo'yicha qo'shimcha muomala hisobidan mablag' yo'naltirishga ruxsat berishni so'rayman. Obodonlashtirish boshqarmasidan bormi? Obodonlashtirish boshqarmasi. Ulardan Ravshanga chaqirgan. O'shanga onlayn ravishda onlayn bo'lamiz deb. Siz to'plagan kengash rahbari o'sha nimalar bor, asoslari bor. Nima uchun bu narsani qo'yayotgan masalan hozirgi shahar masalaga tegishli emas. Lekin hozir shahar obodonlashtirish, asfalt yo'llariga boshqasiga mablag' ajratyapmiz-da. Aynan nima uchun bu narsa bo'layotgan? O'tgan safar biz aynan yo'lni ta'mirlash bo'yicha 100 milliard pul ajratdik. O'tgan yili 500 million asfalt qulonlab qo'ygandi. Yana qo'yildi. Hozir yana obodonlashtirish jarayonidagi 95 million pul so'rayotganingiz o'tgan safar 100 million pul berdi. Yer anaqa joylar. Hozir lekin bugungi kunda mayda limuzin yoki boshqa limuzin o'sha blogerlarimiz, laynerlarimiz xalq tomonidan, xalq vakillari sifatida o'zlari yarashadi. Namuna sifatida yarashgan, avvalo yaxshi o'zini avtobusini yeri, boshqasi. Lekin nahotki bu narsani o'sha ikkitagina bola, yosh yigit butun shaharga yaratdi. Hech qanaqa mablag'siz. Homiylar qilishyapti, bu odamlar butun bir shaharda hozirgi kunda 50 ga yaqin joyga yaratishgan. Bu nahotki obodonlash boshqarmasini ko'rmayapti. Bu xalq bo'lib xalqda bu bir tomondan yaxshi. Bu homiylik, o'zi shart, lekin shu parallel tomondan g'azablanib ketdi. Nima uchun bu yilda yerlarni ta'mirlash, yo'llarni ta'mirlash kerak, lekin obodonlashtirish boshqarmasiga o'sha ajratilgan mablag'lar hisobidan nima uchun qilinmayotganiga e'tiroz. Bu mablag'siz ham qilinadigan imkon bor ekanki, o'zingiz savolga tug'ilyapti. Lekin o'sha biz o'sha 400 million pulni, 4 milliard pulni qayerga ishlatilayotganligi savolga tug'ildi. Ya'ni deputatlarning orasida muhokama shu. Ya'ni sentralni anaqani qilishda, Amur Temur yo'lini qilishda, lekin ichki yo'llar qolib ketdi. Lekin biz 4 milliard pul berdik. O'tgan yil ham shu berilgan 500 millionni asfalt qilindi, qolgan 3,5 million asfalt qilindi. Bo'larkanki o'sha yerda ikkita bola ruxsat qilingan ishi, o'sha ikkitagina u ham yigit qo'yib turib, misol uchun mavsumiy bo'lsa ham ishga jalb qilingan holatlarni olib turib, hech qancha mablag' ketmas ekan, qilsa bo'ladi demoqchiman. Bu nima uchun xalq e'tirozdan kelib chiqqan holda aytyapti, biz bitta mablag'larni obodonlashtirish boshqarmasi tasdiqlab beryapmiz, lekin ikkitagina kichkina yigit borib turib, butun shaharni anaqasini asosiy yo'llarni ta'mirlashi. Mayli bu aytgandek yanlishni qilayotgandir u yigitlar, lekin qilyapti. Bu fakt ko'rsatyapti, xalqqa ko'rsatib beryapti. Lekin biz mamlakatda deputatlar nima qilib o'tiribdi? Deputatlar qanaqa mablag' tasdiqlab berdi? Uni kommentariyalarni eshitib ko'rsatsam, men o'zim qiynalaman. Lekin shu obodonlash boshqarmasining boshlig'i ko'ryaptimikan shu narsalarni? Yoki bu mutasaddi tashkilot ko'ryaptimi shu narsani shuncha amalga oshirishni? Nima uchun biz qilmayapmiz? Pulimiz bo'lib turibdi. Mayli asfaltda muammolik, mayli butunda muammolik, lekin sementdan bo'lsa ham, non bo'lsa ham, vaqtinchalik bo'lsa ham yopyapti shu mablag'siz. Lekin bu tomondan xalqni ko'tarib qilayotgan zo'r narsa. Men to'g'risini haqlaman. Omon bolalar tug'ilib o'sgan o'sha Qulon yoki Bo'stonda mahallasini qonunlar shu bolalar butun shaharda qilib keladi. Lekin bu yerda o'tirib muhokamaga jarayonida biz bu yerda o'tirib shunchalik mablag' ajratyapmizki, lekin mablag' o'zini ko'rmayapmiz. Asosiy ko'chani ko'rib, ichki ko'chalar bormisiz. Yo'q, bu yuzdan xabaringiz bor. Asosiy o'sha 500 million ketgan mablag'imiz havoga uchdi. Bu ham sifatsiz o'tgani bo'lgani uchun. Bu nima uchun masalan majburman xalqni oldidan gapirishga, chunki men xalq vakili sifatida aytyapman. Masalan, biz hokimlikda to'g'ridan-to'g'ri rahbar sifatida sizga aytishim kerak masalan. Chunki bizda xalqda bu e'tiroz ko'tarilayotgan shunday. Lekin vatanparvarlik tuyg'u uyg'onyapti, shunisi xursandmiz. Hammasi oldin bo'lsa.
sakkizinchi deputat ma'ruzadir. Munosib iltimos bo'lar mana shu plajar qilganda Fayzullo Xo'jayev ko'chasiga deb plajar qilgan. Bu Fayzullo Xo'jayev ko'chasi bu olmos ikkinchi yo'l hisoblanadi. Chunki mamlakat yo'li yopilganda barcha mashinalar Fayzullo Xo'jayev ko'chasida edi. Lekin mana 6 oy bo'libki men aytganman. Hokim o'rniga iltimos bilan chiqib yo'lda, lekin haligacha qilingani yo'q. Yo'l bilan mablag' ajratilgan. Fayzullo Xo'jayev ko'chasi uchun mablag' ajratilgan. Kengash rahbari bo'lmasa hurmatli deputatlar, hozirgi bu yerda yo'l bilan ajratilgan mablag' yo'q ekan. Bu yerda o'sha boyadek qilinayotgan narsa ko'rgan bo'lsangiz, latoklar qilinayotgan narsa, keyin trotuar qilinayotgan Fayzullo narsa. Xo'jayev ko'chasi hech qanday 4 million xolib, Donor aka Vazirlar Mahkamasining immuniy o'sha respublika miqyosida obodonlashtirish boshqarmalariga yo'llarni ta'minlash uchun berilgan. 2025-yil yakunida qilish kerak bo'lganimizda shu bilan keyin haqiqatdan bo'lmasa buni xizmat deputatlar o'sha obodonlash boshqarmasi boshlig'i bo'lmasa yo'l bo'yicha qilingan ishlar hammasi hisobot bilan qaytadan ishlaryapti. Bu yo'l borki, 2026-yilda biz tomonidan berilgan mablag' bilan bog'liq masalalar. ularga aytilgan, lekin bu yo'l qolib ketyapti. Bu asos yo'l hisoblanadi. Sanjay rahmat, inovatga olamiz. Deputatlarimiz tomonidan qo'ygan taklifga chiqqan holda keyingi sessiya kun tartibiga to'g'ridan to'g'ri qurilish masalalari bo'yicha aynan hokim o'rinbosari hisoboti, shu yo'llar, ichki yo'llar masalalari to'g'ridan to'g'ri obodonlash boshqarmasini xarajatlar bo'yicha amalga oshirishlar. Ma'qul bo'lsa biz ma'qul topamiz. Ma'qul shubhali narsalar bo'lgan bo'lsa, huquq organlariga biz taqdimot qilishimiz kerak bo'lib qolmoqda to'g'ri ketish. Oldindan to'g'ri ketish. Assalomu alaykum, muavin rais. Yashil makon doirasida kelgan ko'chatlarni o'sha sug'orish bo'yicha 300 million so'm kvadrantni qilyapmiz. Bu hali kecha emasmi bu? Bu yosh yonib hurmatli deputat bo'lyapti-da. bu Amir Temurdan mana Olmog'ovdan yo'l bo'yiga tortilgan to'lovlar ko'rganmiz. O'sha pulni nima qildi? Tortib olib sug'orish chiqsinmada sinovdan o'tdi. Shundan keyin o'zi nima qilgandan keyin o'sha xizmat ko'rgan bo'lsa suv chiqib mana o'ng tarafdagi. Chap tarafda bo'ladi, o'ng tarafda yo'q. O'sha Olmog'ov mahallasi skverdan chiqib, tortib yo'llarni orasidan olib shunday qilib oxirigacha aligacha borib ko'rgan bo'lsangiz. Bu o'sha tarafda. Endi boshqalar Yo'q. O'sha nima qilgandan keyin chunki oxirgi yetkazib bo'lgandan keyin narsasi. Shuna deb shu masala. Va deputatlar savollar bormi? Ikkinchi masala bo'yicha savollar bo'lmagan kengash mahalliy byudjet tadbirkorlik rivojlantirish iqtisodiy sohada qurish va hamma masalalarimiz doimiy komissiya a'zosiga beramiz. Situatsiyani o'qib eshitish. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Demak, ikkinchi masala yuzasidan xalq deputatlari Olmos shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning Olmos shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lar hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risidagi masalasi yuzasidan xulosasi. Mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan Olmos shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan mablag'lar yo'naltirish to'g'risidagi masala amaldagi qonunchilik talablar asosida har tomonlama ko'rib chiqildi. O'rganish jarayonida O'zbekiston Respublikasining 2026 yil O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining tegishli qarori, xalq deputatlari Olmos shahar kengashining mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lardan foydalanish tartibini belgilovchi qarori, shahar hokimining birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i tomonidan